هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Qalam tafsiri 42. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Kalem suresi 42. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. O günde, yani kıyamet günü de iş kıyınlışıdır. Ula imanını sınaş üçün secde kılışkı çakırılıdır. Ula secde kılalmaydı. Ula korkunuştun tikilip karıyalmaydı. Ulağa harlık yüzlenidir. Ula dünyada sağlam çağlarda secdege davet kılıngan idi. Ula secdeden baş tartattı. Bu Kur'an'ni inkar kıyganlarını bana koyup etken. Ulanı tuydurmasın asta halaketki yüzlendirimiz. Ulağa mühlet vermen. Şübihisiz ki mening tedbirim puxtudur. Ya ki uladın dinge davet kılganlıkınga haq sorap, ulanın iqtisadi yükini eğirleştirip ettin mi? Ya ki ulanın yenida gayb, yani gaybni içige ağan levhil mahfuz babulup, ula eytediganlarını şununla yazamdı. Kıyamet gününün dehşeti doğrusu da. Allah Teala takvadarla Rabbinin dergahida hakikaten nazı nimetlik cennetlerden behrimen boludu deb bayan kıygandan keyin onun kaçan yüz berdiganligini bayan kılıp mındaq deydi. O günde, yani kıyamet günü de iş kıyınlışıdır. Ula imanını sınaş üçün secde kılışkı çakırılıdı. Ula secde kılalmaydı. Yani kıyamet günü dehşetlik ahvalla qattiq tevreş, balay afet, sınak ve başka çoğun işler yüz berdi. İmam Bukhari Ebu Sa'id Hudri'den Peygamber aleyhisselamның mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Kıyamet günü Rabbimiz cemalını açıdı. Şunun bilen her bir mümin er ve mümin ayal onunla secde kılıdı. Dünyadaki çağda riya kılış ve köz kılıp secde kıyganla secde kılmay işip kalıdı. Ula secde kılmakçı buludu. Bırak ulanın dümbisi tayaqdek qitip qalgan alda secde kılalmay kalıdı. Bu hadisini İmam Muslim rivayet kıygan. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ula korkunuştun tikilip qarıyalmaydı. Ulağa harlık yüzlenidi. Yani ula dünyadaki çağda günah ve tekabburluk kıyganlığı sebebidin ahirette onun del aksiçe harlık bilen cezağı tartıldı. Ula dünyadaki çağda secde kılışkı çakırılganda sağ salamet turukluk secde kılıştın baş tatqını dek ahirettimu secde kılışka kadir bulanmaslık bilen cezalandı. Eğer kıyamet günü galip ve büyük Allah cemalını aşkar kıysa, müminler onunla secde kılıdı. Kafirler ve münafıklardan bir mi adam secde kılalmaydı. Belki ulanın dümbülleri tayaqdek qitip kalıdı. Ula her bir qitim secde kılmakçı bolganda oңdısığı yıkılıp düşüdü. Çünkü ula dünyada müminler kıygan işinin del aksini kılattı. La ilahe illallah. Kur'an-ı Kerimni inkar kıyganlarını qattiq agahlandırış doğrusu da. Bu Kur'an'ni inkar kıyganlarını man koyup etken.
bu Qur'onni inkar qilganlarni man qo'yib etgan. Ya'ni Qur'oni Karimni inkar qilgan odamni man qo'yib etgan. Men uni asta-asta azg'unlikqa qandoq yuzlandirdiganligimni va uningga qandoq muhlat berdiganligimni, ondan uni g'olib va qudratli holatda turib halok qiladiganligimni obdan bilaman. Ularni tuydurmasdan asta-asta halokatga yuzlandiramiz. Ya'ni ular buni uqmayli qoladi. Balki ular buni Alloh tarafdan kelgan karomat deb e'tiqod qiladi. Halbuki u bir xorliqdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tiz yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas. Ular uqmaydi. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun paravonlikning hamma eshiklarini ochib etdik. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlardan xo'shal-xo'ram turganda ularni ushtum-tut jazoladik. Ular hasrat qoldi. Ularga muhlat beraman. Shubhisizki mening tadbirim puxtudir. Ya'ni ularni jazolashni kechiktirib, ularga muhlat beraman. Bu mening ularga bo'lgan tadbirim va hilm-ikrimdir. Shak shubhisizki mening amr farmonimga xiloflik qilgan, payg'ambarlarimni inkor qilgan va menga osiylik qilishga petingan odamlarga tutgan tadbirim nihoyatda puxtudir va cho'ngdir. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning shak shubhisizki Alloh taolo zolimga albatta muhlat berdi. Uni jazolagan chaqda hargiz saq qo'ymaydi deb ondan Rabbing zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunda halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'limi qattiqdir degan oyatni o'qiganligini rivoyat qildi. Yoki ulardan dinga da'vat qilganligingga haq so'rab, ularning iqtisodiy yukini ig'irlashtirib etdingmi? Yoki ularning yanida g'ayb, ya'ni g'aybni ichiga olgan lavhil mahfuz bor bo'lib, ular aytadiganlarini shuningga yozamdi. Bu iki oyatning tafsiri Sur Turda o'tib ketdi. Uning ma'nosi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ularni g'olib va buyuk Alloh tarafga da'vat qilganliging uchun ulardan haq olmaysan. Balki sen buning uchun Alloh taoloning dargohidan savob umid qilasan. Halbuki ular nadonligi, kufrlik qilganligi va haqqa qarshi chiqqanligi tufaylidan sen ularga elib kelgan haqiqatni inkor qildi. Rabbingning hukmiga sabr qilgan, aldirang'ulikda, zerikkeklikda beliqning sohibiga, ya'ni Yunusga o'xshab qolmagan. O'z vaqtida u beliqning qornida turib, g'amkin holda Rabbiga iltijo qildi. Agar u Rabbining ne'matiga erishmasa edi, albatta u qilmishiga malomat qilingan holda daraxtmi yo'q, tog'mi yo'q bir dalaga tashlangan bo'ladi. Rabbi uni payg'ambarlik tanladi. Uni yaxshilardan qildi. Kafirlar Qur'onni anglagan chaqlarida sana bo'lgan dushmanligining qattiqligidan yomon ko'zlari bilan seni yiqitib etishga tas qoladi. Seni shubhisiz bir majnun deyishidi. Qur'on faqat tamom ahli jahon uchun va'z nasihatdir. Sabr qilishga Yunus alayhissalomdek aldirab ketmaslikka buyurish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qavmingning sana yetkizgan aziyatlarga va ularning seni inkor qilganligiga sabr qilgan. Shak shubhisizki kelgusida Alloh
sana faydalı, ularga ziyanlıq hüküm çıqırdı. Dünya ve ahirette yaxşı akıbetini sana ve sana ergeçkenlerge berdi. Aldırangılıqda, zerikkeklikte beliqning sahibiga, yani Yunus'a oxşap qalmagın. Yunus'a oxşaş bolmagın. Yani Yunus aleyhisselam qavminin iman etmaganligiga xafa bolup, şəhridən ketib qalğan çağda, onun kemiga o'ltirib dengizda safar qilishi, uni beliqning yutib olishi, beliqning uni dengizlarda va dengizning qorong'u va cho'nqir yerlarida aylantirib yurishi, oldin ala o'rinlashtirishidan ijro qilingan narsa hech to'salg'iga loyiq ravishda tasbih aytganligini, uning anglag'anligi qatorliq bir qator ishlar yuz berdi. Shu chaqda u beliqning qornida turib, Rabbim, senden bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jami kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilg'uchilardan bo'ldim deb nido qildi. Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi: Onun duasını icabet kıldık. Onu beliq yutqan çağdaki g'amdan xalos qildik. Shuningdek, mu'minlarni ig'irchiliklardan xalos topqizimiz. Agar u tasbih aytquchilardan bo'lmasa edi, beliqning qornida albatta qiyomatgacha qolardi. O'z vaqtida u beliqning qornida turib, g'amkin holda Rabbiga iltijo qildi. Şuna Allah Teala mundaq deydi: Rabbi uni payg'ambarlik tanladı, uni yaxshilardan qildi. İmam Ahmad Abdullah'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hech bir odamning o'zini Yunus ibn Mata aleyhisselamdan yaxshi deyishi loyiq emas. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Köz tegishning rost ekanligi to'g'risida. Kafirlar Qur'onni anglagan chaqlarida sana bo'lgan dushmanligining qattiqligidan yomon ko'zlari bilan seni yiqitib etishga tas qoladi. Ya'ni agar Alloh seni ularning yomon ko'zlaridan saqlamaydigan va ulardan himoya qilmaydigan bo'lsa, ular sana bo'lgan dushmanligining qattiqligidan sana hasad qilib, yomon ko'zlari bilan qarab seni yiqitib etgan bo'ladi. Bu ayet ve onun ta'sirining g'olib ve büyük Allah'ın emri bilen köz tegishning rost ekanligi haqida dalil bor. Shundaqla bu vaqtda nurg'un hadislar rivoyat qilingan. İmam İbn Majah Burayda ibn Hasb radiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Faqat ko'z tekkan yoki zaharlik hayvonlar chiqib olgan odamga dua o'qish durustdir. Hadisni İmam Buxoriy, Muslim, Abu Davud ve Tirmizi qatorliqlarmi rivoyat qilgan. İmam Muslim İbn Abbas'tan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Ko'z tegish haqdir. Agar bir narsa taqdirini o'zgarta olsa, albatta ko'z tegish o'zgarta oladi. Agar sizlardan yuyinish talab qilinsa, yuyininglar. La ilahe illalloh Muhammad Rasul. İzahat. Yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafdan keladi. Hech narsa Allohning taqdirini o'zgarta olmaydi. Hech narsa Allohning iznisiz ziyon yetkazolmaydi. Ko'zi yomon kishi Payg'ambar alayhissalom ko'rsatgan bo'yicha yuyinadi. Izohat tugidi. İbn Abbas mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom Allohga sig'inib Hasan bilan Husaynga yomonlik yetib kelishdan panoh tilab, men Allohning mukammal so'zlariga sig'inib, sizlar ikkinglarga har qanday shaytonning yomonligidan, zaharlik hayvondan, har qanday yomon ko'zdan, sarang bo'lib qilishdan va izib qilishdan panoh tilayman deydi. U yana İbrahim aleyhisselam Allah'a sig'inib Ishaq bilan İsmail aleyhisselamga
mushundaq yomonliklarning yetib kelishidan panoh tilaydi deydi. Bu hadisni imom Buxoriy, Abu Davud, Tirmizi, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam İbn Majah Abu İmama As'ad ibn Sahlning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Atam Sahl ibn Hutayf yuyinayotgan chaqda Amr ibn Rabi'a uning yenidan o'tib ketib, "Men bugungi o'xshash kunni va uning badaniga o'xshash hech ichilib boqmagan chiroyli badanni ko'rib boqmadim" dedi. Shuning bilan Sahil yiqilib tushdi. O darhol Payg'ambar alayhisalomning qishig'i elib kelindi va uningga Sahilga ko'z tegdi deyildi. Payg'ambar alayhisalom uningga kimning ko'z tegdi deb qaraysizlar dedi. Sahabalar Amr ibn Rabi'aning ko'z tegdi dedi. Payg'ambar alayhisalom sizlarning biringlar nimaga asoslanib qarindishini o'ltirdi? Agar sizlarning biringlar qarindishida havas qilarlik biror ishni ko'rsa, u uningga barakat tilab duo qilsin dedi. Ondan suv akeltirib, Amirni shu suvda tahorat elishqa, yuzini yuyishqa, ikki qo'lini jaynaklari bilan qo'shib yuyishqa, ikki tizini va ishtinining ichi tarafini yuyishqa, ondan ustiga shu suvni to'kishga buyurdi. Sufyan Ma'mardan Zuhrining mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom tahorat olgan suv ilingan qachini Amirning orqa tarafiga ko'mtirib qo'yishga buyurgan. Bu hadisni Imom Nasai mu Abu Umamidin shu qachini uning orqa tarafiga ko'mtirib qo'yishga buyurgan deb rivoyat qilgan. İmam İbn Majah Abu Sa'id Xudrining mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom Allohga sig'inib, jinlarning va insonlarning yomon ko'zlaridan panoh tilaydi. Sura Falaq bilan Sura Nas nozil bo'lgandan keyin yomonliklardan u ikki surani o'qib panoh tilashga boshlab, uningdan boshqa narsani o'qishni tashladi. Bu hadisni Imom Tirmizi va Nasai rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Sa'idning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jibril alayhissalom Payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kasal bo'lib qoldingmi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Ha" dedi. Jibril alayhissalom ismi bilan sana duo o'qib, sana aziyat yetkazadigan har qanday narsadan, har qanday jon egisining yomonligidan va seni ayıpligichi har qanday yomon ko'zdan panoh tilayman. Allah sana shifolik bersin. Allohning ismi bilan sana duo o'qiyman dedi. Bu hadisni Imom Muslim, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Sa'id yoki Jabir ibn Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom kasal bo'lib qoldi. Shuning bilan uning yoniga Jibril alayhisalom kelib, Allohning ismi bilan sana duo o'qib, sana aziyat yetkazadigan har qanday narsadan, har qanday hasad qilg'uchidan va har qanday yomon ko'zdan panoh tilayman. Allah sana shifolik bersin dedi. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubhisizki ko'z tegish rostdir. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ibn Majah Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalomning ko'z tegish haqdir deganligini rivoyat qilgan. Imom Ahmad Ubayd ibn Rifa'a Zuraqning mundaq deganligini rivoyat qildi. Asma binti Umays, ey Allohning payg'ambari, Bani Ja'far qabilasidagilarga haqiqatan ko'z tegidi. Ularga duo qildirsam bo'lamdi dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Ha, bo'ladi. Agar biror narsa taqdirini o'zgarta olsa, albatta ko'z tegish o'zgarta oladi" dedi. Bu hadisni Imom Tirmizi,
ibn Majah va Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam ibn Majah Aisha radhiyallohu anhaning payg'ambar alayhissalom menga ko'z tegsa, meni duo o'qishga buyurdi deganligini rivoyat qildi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmad Abu Umama ibn Sahldan uning otasining mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom va sahobalar Makka ga qarab yo'lga chiqdi. Ular Juhfa degan yerning Xarror jilg'isiga yetib kelganda Sahil ibn Hunayf yuyindi. U oq, kelishgan va terisi chiroyli odam edi. U yuyinayotganda Bani Adi ibn Ka'b qabilasiga tava Amir ibn Rabi'a degan odam uningga qarab, "Men bugungi o'xshash kunni va uning badaniga o'xshash hech echilib boqmagan chiroyli badanni ko'rib boqmadim" dedi. Shuning bilan Sahil yiqilib tushdi. U darhol payg'ambar alayhisalomning qishig'i ilib kelindi va uningga: "Ey Allohning payg'ambari, Sahliga sen amal qila olamsan? Allohning nomi bilan qasamki, u beshini ko'tarolmayotidi, hushig'imi kelmayotidi" deyildi. Payg'ambar alayhisalom uningga biror odamning ko'zi tegdi deb qaramsizlar dedi. Sahobalar uningga Amir ibn Rabi'a qaragan edi dedi. Payg'ambar alayhisalom Amirni chaqirib kelib, uningga ochiqladi va sizlarning biringlar nimaga asoslanib qarindishini o'ltirdi? Agar sen qarindishingda havas qilgudek biror ishni ko'rgan bo'lsang, uningga barakat duo qilsang bo'lmamdi dedi. Ondan uningga yana Sahlning shifo tepishi uchun yuying'in dedi. Shuning bilan Amir yuzini, ikki qo'lini, ikki jaynikini, ikki tizini, ikki putining barmoqlarini va ishtinining ish tarafini bir qachiga yuydi. Ondan shu suv Amirning ustiga to'kildi. Bir odam u suvni Amirning orqa tarafidan uning beshiga va dumbisiga to'kdi. Ondan qachini Amirning orqa tarafiga ko'mtirib qo'ydi. Mushunda qilgandan keyin Sahl o'shiga kelib, hech ish bo'lmagandek odamlar bilan yo'lini davom qildi. İmam Ahmad Ubaydullah ibn Amirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Amir ibn Rabi'a bilan Sahl ibn Hunayf yuyinmoqchi bo'lib chatrak bir joyga bordi. U ikkisi dalda qilg'udak bir narsa izladi. Oxiri Amir uchisiga kiyib olgan juvasini parda qildi. Amir mundaq deydi: "Men uninga qaradim. Mening uninga ko'zim tegibdi. U yuyinayotgan suvni o'rvatdi. Men uning suvda turib paloq-paloq qilgan ovozni angladim. Ondan uning yeniga kelib, uni 3 qitim to'lidim. U menga javob bermadi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalomning qishig'i kelib, ahvolni uningga xabar qildim. U darhol uning qishig'i yetib kelib, suvga kechdi. Men uning ikki pochiqining oqligini ko'rdim. Payg'ambar alayhisalom qo'li bilan Sahlning ko'ksiga urdi. Ondan: "Ey Alloh, uning tenining qiziqligini, sovuqligini va og'riqini qaytirib etgan" dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom: "Agar sizlarning biringlar qarindishida yoki o'zida va yoki milida ajablanarlik biror ishni ko'rsa, barakat tilab duo qilsin. Shak shubhisizki ko'z tegish haqdir" dedi. Kafirlarning qilgan tuhmati va ularga berilgan javob to'g'risida. Seni shubhisiz bir majnun deyishdi. Ya'ni ular payg'ambar alayhisalomga yomon ko'zlar bilan qaraydi. Tillar bilan aziyat berdi va shak shubhisizki u "Men Qur'onni ilib keldim" degan davosida bir majnundir deyishdi.
Allah Teala mundaq deydi. Qur'on faqat tamam ahli jahon uchun va'z nasihatdir. Elhamdülillah. Şunun bilan sura Qalamning tafsiri tugidi. Jami hamd sana va madhiya Allah Teala xosdir. Kelar xitimda sura Haqqa tafsiri 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.